Qizim bilan seni yo'qlab keldik, xudo. Qizim bilan? Qizing bilan. O'g'lim ham kelmoqchi edi. Juda zarur ishi bor ekan, kelolmadi. O'g'lim? Kuyovingizda, dada? Nega? Meni qizim, seni qizing. Ha? Seni o'g'ling, meni kuyovim. Uzr, xudo. O'g'ling. Shundoq bo'lsin. Xullas, o'sha o'g'lingdan bir taklif chiqdi. Hayitda sizlar bizni emas, biz sizlarni yo'qlash taklifi. Baraka topsin. O'g'lim qaynotasiga o'xshaydi-da. Qaynotasiga? Menga o'xshaydi-da. Xudo, sen boy odamsan. Lekin sendan men ancha boyman. Chunki sen eng katta boyligingni bizga bergansan. 20 yil ko'z qorachig'ida asrab, ilmli qilib, judayam fahm farosatli qilib, tarbiyali qilib o'stirgan Malikaxon qizimizni bizga bergansan. Buning uchun biz senga butun umr hadiyalar berishga, kerak bo'lsa, qulluq qilishga tayyormiz. Dada, bu hadya sizga. O'ngdan boshlasak, dunyoning mashhur davlatlardan keltirilgan shokoladlar, originali. Pastki tomonda qora sedana yog'ini kapsulasi, sizning immunitetingiz uchun dadajon. Kabaposhga suriladigan mushkambar, originali. Tasbihlar, duolar to'plami. Shvetsariyadan keltirilgan murabbo. Braziliyadan keltirilgan muzdekina qahva. Qora lin, sariq lin, ikkalasi ham Shvetsariyadan. Dada, choy Angliyadan. Zaytun yog'i Ispaniya. Jakey, siz yaxshi ko'rgan kofe Rossiya. Elitniy shokolad Belorussiya. Bu yerda quritilgan mevalar, quritilgan olma, olxo'ri va mandarin. Shu bilan birga luqum, hammasi Turkiyaniki. Amerika hamda Braziliyaning yong'oqlari. Bu ham sizga foyda. Umumiy 30 xil mahsulot. Qadrlilar uchun. Rahmat. Senga rahmat, Xudo. Muhammad Bilol o'g'limni juda chiroyli qilib tarbiyalagansizlar. Sizlarni bu qilgan ishingiz bizni yurtda mubolag'asiz revolyutsiya. Qudachilik. Qiz o'stirganlarni mablag'lari evaziga kun ko'rayotgan qudachilik. Tan olaylik. Aksari qudachiliklar shunaqa emasmi? Afsuski shunaqa. Qoyil maqom ish. Hayitda yigit tomon qiz tomonga hadiyalar olib kelishsa, men bu ishinglarni butun el olamga yoyaman. Shoyatki bayramlarda qiz o'stirganlar lapashang kuyovlarnikiga tog'ara ovqat tashishni bas qilishsa. Hayitliginglar menga yoqdi. Buni qayerdan sotib olishni aytsanglar, men ham ikkita xarid qilib ustozlarimga hayitlik qilsam. Dada, kuyovingizda bularning raqami bor. Men sizga bilib beraman. Kuyovim? O'g'ling-da.